Haq subhanahu va taolo azalda jami insonlarning ruhini yaratib, barchalariga boring, dunyoni tomosha qilib keling deb yuboribdi. Qaytibdilar. Bir guruh kimsalar yo'q emish. Alloh so'rabdi, qolganlar qani? Javob berdilar. Ularga dunyo juda yoqib qoldi, qaytmadilar. Bilar edim, debdi Alloh. Ular kofirlardir. Kofirlar dunyo matohlarini oxirat ne'matlaridan ustun qo'yadi. Dunyoviy tafakkur nazdidagi ilmiy islohda bular manfaatparast, g'arazgo'y, ruhiyati nochor, oliy e'tiqodlardan bahrasiz, qalbi zimistondek qorong'u, tuban kimsalar. Haq ularni kofirlar deb la'natladi. Alloh qolganlarga aytdi: boring, siz jannatni tomosha aylang. Bir guruhigina qaytdi. Alloh so'radi, qolganlar qani? Javob berdilar. Ularga jannat juda yoqib qoldi, qaytmadilar. Alloh aytdi, ular mo'minlar, jannatni dunyodan afzal bilganlar. Mo'minlar jannatga munosib, ular u yerda abadiy qoladilar. Ha, mo'minlar yuksak ma'naviyatli insonlar, dunyoviy matohlarga hirs qo'ymaydigan ruhiyati oliy insonlar, manfaatparastlik degan tubanlikdan xolis dili poklardir. Shaytonga qarshi aql, iroda degan qilichlari, vijdon degan qalqonlari bor. Komil inson sohibi bo'lib, jannatga, oxirat obodligiga erishmoq dunyoviy islohotda vijdon bilan yashab, pok o'tmoq demakdir. Jannatda ham qolgan, qaytgan guruhdan Alloh taolo so'radi: lekin siz nega shunday go'zal joydan qaytdingizlar? Dunyoda ham, jannatda ham qolishni xohlamagan guruh aytdi: bizga dunyo ham kerakmas, jannat ham kerakmas, sening roziliging kerak. Jamolimni istaganlarga ko'p balolarim bor, dedi Alloh. Ular so'rashdi: ko'p balolarni, ya'ni sinovlarni yuborasan, lekin so'ngida biz bilan bo'lasanmi? Men hamisha sizlar bilanman, dedi Alloh. Unday bo'lsa, yana ham ko'proq, yana ham og'irroq balolaringni yuboraver, deyishdi. Sizlar oshiqlarsiz. Mening pardasiz jamolim sizlarga nasibdir, deya va'da qildi Haq subhanahu va taolo. Haqning va'dasi hamisha haq. Dunyoni ham, jannatni ham ta'ma qilmagan, g'arazdan xoli, ko'ngli poklar Alloh roziligidek ulug'likni har qanday manfaatdan ustun qo'yadilar. Oshiqlar xolis iymonlilikning oliy namunasidir, eng komil iymondir. Yomonlik, manfaatparastlik sohiblari do'zaxiy kofirlardir. Yaxshilik, poklik sohiblari jannatiy mo'minlardir.